xalqimizni diliga ingan qo'shiqlar deya olishimiz mumkin. Demak, tanishtiring, ular kim deyotgan bo'lishingiz mumkin. Eng qizig'i ham shunda-da, Guldasta dasturiga Guldasta jamoasi kelgan. Asilbek Mo'minov, Avazbek Mamatqulov hamda Ne'matjon Bobomirzayevlar Uch tumandagi 49-sonli madaniyat markazi qoshidagi Guldasta badiiy havaskorlik jamoasi a'zolari. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum deymiz. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Guldastalar uchrashdi bugun. Guldasta dasturiga Guldasta badiiy havaskorlik jamoasi tashrif buyurdi. Juda ham xursandmiz. Ustozlar, eng avvalo madaniyat va san'at sohasida bo'layotgan yangiliklar, qolaversa hozirgi kunda madaniyat markazlarida, demak, to'garaklar faoliyati uchun qanday shart-sharoitlar yaratilgan, shular haqida suhbatimizni boshlaymiz. Qani marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Uch tuman 49-son Istiqlol madaniyat markazida Guldasta badiiy havaskorlik ansambli tashkil topgan. Bu Guldasta badiiy havaskorlik ansambilimizda hozirda 15 nafar ijodkorlar ijod qilishyapti. Lekin ular sohasi boshqa soha albatta. Hozirda Guldasta badiiy havaskorlik ansamblidagi ijodkorlarimiz viloyatda, tumanda qolaversa turli madaniy va ma'rifiy tadbirlarda ishtirok etib kelishmoqda. Bu juda zo'rda. Mana havaskorlik deganida ham o'zi kimlardan tashkil topgani aniq. Boshqa sohada ishlaydi-yu, lekin dilida hobbisi bor. Mana yaqinda san'atni yaxshi ko'radi-da. Yaqinda ilm, fan yo'nalishida professor, olim, lekin aynan o'sha she'rlar bitadilar. Olimdan chiqqan shoir degan reportaj ham qildik. Shu ma'noda havaskorlik to'garaklarini tashkil etish juda ham muhim. Chunki inson serqirra ijodkor hisoblanadi. Masalan, sizdan olsak. Siz o'zi asli qaysi sohada? Meniki bizning sohamiz Uch tuman 49-son Istiqlol madaniyat markazida 3 ta to'garak mavjud. An'anaviy xonandalikda bitamiz. Fortepiano hamda estrada xonandaligi ish faoliyatini olib kelyapti. Demak, san'at yo'nalishida tahsil olgansiz va ijod qilyapsiz hozir. Albatta. Yo'q, umuman olganda aytmoqchimizki, mana shu jamoa a'zolari ichida boshqa soha vakillari ham bor deyapsiz. Masalan, qanaqa soha vakillari? Albatta, duradgorlar bor. Duradgorlar, novvoylar bor. Mana shunisi qiziqda. Maftuning men filmi yodimga tushyapti hozir. Hammasi san'atga oshiqsa, lekin turli soha vakillari, lekin san'atga qiziqishadi, qo'shiq kuylay olishadi, bemalol yoki raqsga tusha olishadi yoki bir. Bu o'sha insonning qalbi juda ham yumshoq, san'atga moyil, ajoyib ekanligidan dalolat beradi-da. Havaskorlik guruhlari, jamoalari alohida bir jarayon bu. Albatta. Bundan tashqari o'sha unvonga ega bo'lgan hozirgi kunda viloyatimizda juda ko'p, demak, ansambllar mavjud va mana shu ansambllarning davomchisi deya aytishimiz mumkin bunday havaskorlik jamoalarini. Endi mana studiyamizga Guldasta Guldasta havaskorlik jamoasi tashrif buyurdi deya aytib o'tdik. Ya'ni jonli ijro ustalari deya ta'rif berdik. Jonli ijroni sevuvchilar, demak, ovozni biroz balandroq ko'taring deya aytib o'tgan edik. Endi qanday bir qo'shiqdan boshlaymiz bugun? Hozirda ustozimiz Avazbek akadan Dog'man qo'shig'ini eshitamiz. Noqis mashhur qo'shiq. Albatta, noqis g'azal. Maza qilarkanmiz-da.
Hasretten ey sanam niye ben ölmedim. Bir lahza içre toyda meclis kuralmadım. Lale benli kalbime ben soramadım. Hacride durumda. Biz aynan uychidan keladigan siz kabi ijodkorlar juda ko'pchilikni tashkil etishadi. Har doim guldastani gullatib ketishadi. Bugun ham ochildi. Ikkita guldasta bir bo'lib, Ikkita guldasta bir chiroyli bo'ldi. bir iforlarga to'ldi deyishimiz. Endi mana hozir an'anaviy xonandachilik to'garak rahbariman deya aytib ham o'tdingiz. An'anaviy xonandachilik yo'nalishida ham bir qo'shiqlar tinglasak bo'ladimi? Bo'ladi. Keyingi safar albatta bolalar folklorini tashkil qilganman. Bo'lmasa kelasi safarga Bolajonlar bilan birgalikda kelib albatta o'zimiz ham ijodimizdan televideniya nimalarimizga havola etamiz. Berasizlar. Bolalar folklori bu menga juda yoqdi. Albatta, Bolalar tayyor. folklori o'zgacha bu. o'zgacha bo'lsa. Energiya bilan bo'ladi. Ko'rib xursand bo'lasiz. Yana tayyorlab kelgandirsizlar, yana bo'lsin deyotganlar bor-da mana. Albatta Yana bo'lsin, yana bitta bo'lsin deb yozishdi. Jup bo'lsin deyshadi-yu. Demak, yana ustozimizdan endi Yulduzim qo'shig'ini eshitsak, Ustoz Nuriddin Haydarov qo'shiqlarida. Nuriddin Haydarov, qo'shiqlaridan. Yana senga tushdi ko'zim, yana dardim tug'ildi endi. Bir paytlar eding yulduzim, endi kimga yulduzsan jonim. Bir paytlar eding yulduzim, endi kimga yulduzsan jonim. İşonmasdim hech kimga sani, saqlar edim begona ko'zdan. Kim o'ylabdi o'shanda meni, ajralar sendek yulduzdan. Kim o'ylabdi o'shanda meni, ajralar sendek yulduzdan. Fakat kalıp şirin hatıra, sendey kızını suyganim kaldı. Sağınganda ko'tarib feryad, alam bilan yolganim qoldi. Yana senga tushdi ko'zim, yana dardim tug'ildi yangi. Bir payt yulduzsan jonim, bir paytlar eding yulduzim, kimga yulduzsan jonim, kimga yulduz. Beshto'rar akamiz juda dardi og'ir ekan-ku buni. Shoir yozgan ekan, yoshligimizda endi e'tibor qaratmaganmiz. Haqiqatdan ham inson dardini shu she'rga tushirganda, musiqaga bastalaganda va aytganda ancha yengillasa kerak. Yengillaydi albatta. Bekorga tanlamagansiz bu qo'shig'i? Ehtimol. Albatta. Yaxshi ko'rib sevib ijro etgan ustozni qo'shiqlaridan endi. Hazil-huzil qilib olib boramizda. Yana bugun borib
oilada kelinoyim nima uchun Ko'rib bu o'tirganmiz qo'shiqni- o'zi ham. nima uchun bu qo'shiqni aytdingiz deb urush chiqarmaydilar. Tushunadi, tushunadi. Tushunadilar. Shundan ham ajoyib. Albatta, mana shunday tushunishlar bardavom bo'lsin. Eng asosiysi ijodingiz Guldastada yana ham shoxlab, gullab yashnasin deymiz. Ijodiy barkamollik tilaymiz va albatta Madaniyat markazini faoliyatiga ham omadlar tilab qolamiz. Mana Gullar festivali yaqin. Albatta shou dasturlar menimcha tayyorlanyapti. Hozirdanoq repertuarlar tayyor holatda, repetitsiya jarayonlari ketyapti. Omad va muvaffaqiyat tilaymiz. Quvvat Salomat tilaymiz, bo'linglar. kuch quvvat. Omon bo'linglar. Dasturimiz davom etadi aziz tele